Bir qishloqda ota o'z o'g'li bilan yashar edi. Ular har kuni birga mehnat qilib, baxtli hayot kechirishardi. Biroq bu oilada bitta muhim qoida bor edi. O'g'lim, bu gaplarni ikki quloqing bilan eshitib ol. Xo'p, ota. Tashqaridagi quduqqa hech qachon tunda yolg'iz bora ko'rma. Hech qachon. Nima bo'lgan taqdirda ham. Ha, ota, sizning gapingiz men uchun qonun. Vaqt o'tib bu so'zlar oddiy ogohlantirishdek tuyula boshladi. Lekin tunlardan bir tun yarim kechasi bolakay kuchli chanqoqdan uyg'onib ketdi. Tomog'i qaqrab, tili tanglayiga yopishib qolgudek chanqagan edi. U butun uyini titib chiqdi, lekin hech qayerdan suv topa olmadi. Shunchaki quduqqa borib suv ichish haqida o'yladi, lekin otasining ogohlantirishlari xayolidan ketmasdi. Ustiga ustak otasi ham shaharga ketgan edi. Qachon qaytishini esa o'g'li bilmasdi. Bolakay iloji boricha sabr qilishga harakat qildi, lekin chanqoq chidab bo'lmas darajaga ko'tarildi. Oxir oqibat otasining taqiqlariga qaramay u quduq tomon yo'l oldi. Qani edi sabr qilganida. Bolakay la'natlandi. U quduq arvohiga aylandi. Bolakay o'zining asl qiyofasi, aql idrogi baridan bir soniyada mahrum bo'ldi. U hamon hammasini ko'rib, sezib turar edi, lekin tanasini boshqara olmasdi. Shu sabab ham otasi uyga qaytib kelganida o'g'lini hech qayerdan topa olmadi. So'ngra u daraxtlar oldida quduq arvohini ko'rdi. Bolakay o'z otasini yo'q qilishni xohlamas, lekin o'zini boshqara olmasdi. O'z o'g'liga ham shu mahluq tashlangan deb o'yladi, lekin bilmasdiki, endi bu mahluq butun dunyoni aylanib, barchaga dahshat sola boshladi va bu abadiy davom etadiganga o'xshardi. Lekin hali umid bor edi. Mahluq ovchilari. Ular nihoyat bolakayning azoblariga chek qo'yib, bu mahluqni yo'q qilishga bel bog'lashdi. Voy, qonlarda qo'rqitadi, demak, paydo bo'lmasa ovozi o'zi kelmadi. Qani? Keldi. Ana. Qani? Priyam, shuni anavimizda oldida. Kimni qo'lyapti? Seni qo'lyapti. Tush. Tushdi. Xo'sh, biz yana shu yerdamiz. Mahluq ovchilari va bugungi maqsadimiz ham mahluqni o'ldirish. Nega yana shunaqa video deysizlarmi? Javob oddiy. Chunki sizlar shuni tomosha qilyapsizlar. Bugungi mahluqimiz boshqalardan ajralib turadi. U oppoq, juda ham qo'rqinchli. Albatta mening oldimda o'ynayotgan ikkita mahluqqa yetmaydi, lekin u ham qo'rqinchli va biz bugun uni yo'q qilamiz. Xo'sh, bizning birinchi maqsadimiz qishloq topish va biz uni bajardik. Pilis avra. Bo'ldi pastga. Shoxasi ham nimadir de. Nima aytib bo'ldi? Aytgancha bu shoxa, ya'ni Misterio, unisi Husan, ya'ni Husan. Menda zo'r g'oya bor. Ana bu mahluq oq-ku. Xo'sh. Husan, sen ham oqsan. Ha? Demak, u sening avloding. Yo'q, men ajdodim, men evolyutsiya tariqasida